Qizni sinmagan joyi qolmagan. Yuz, oyoq, bel, qo'l hamma joy sinib ketganda, do'stlar, Toshkent viloyatida shunaqangi avariya bo'lgan, Nexia bilan Cobalt 3 ta shofyor o'lgan yoqda. Hozir 2 ta qiz больницada yotibdi, holati juda og'ir. Bu qizlarni srochni operatsiyasiga 20 million pul kerak ekan. O'shanga iltimos qilib chiqdi. Bu qizlarning ota-onasi hozir kimga borib arzini aytishni bilmayapti-da, chunki ana u ruldagi shofyorlar o'lgan. Kimga aytish kerak, o'zlari ham tushunmayapti. Qo'llaringdan kelsa, shuni yordam qilib yuboringlar, kimdir 50 ming, kimdir 10 ming, kimdir 20 ming sharoitga qarab. Balkim imkoniyati bor aka-ukalar bor, zo'r pul topib turganlar. Kimlar uchundir 20 million pul pulanmaslar, shunaqa badavlat odamlar bor. Hozir Sirdaryo viloyati Guliston shahri ekstrenida yotibdi ekan. Shu videoni iloji boricha imkon ko'proq odam ko'rishligi uchun tashlab yuboringlar, o'zlaring puldor deb bilgan odamlarga. Chunki oilani borib o'zimiz ko'rdik, больницаga kiritmadi ham. Juda og'ir holatda yotibdi. Qizni rasmlarini ham qo'yib qo'yamiz pastga. Chunki mumkin emas ekan reanimatsiya ichida videoga olish. Bu qizni o'zini karta raqamini pastda qo'yib qo'ydik. Yana shuni aytmoqchiman, bu qizni sinmagan joyi qolmagan. Yuz, oyoq, bel, qo'l hamma joy sinib ketganda, Alloh saqlasin shunaqa bo'lishdan. Shofyorlar ehtiyot bo'linglar ko'cha-kuyda, chunki kimdir uxlab qolyapti-da, kasofatiga qolganlar qolib ketyapti. Rulda uyqularing kelyaptimi? Hamma ish to'xtatish kerak, uxlab dam olish kerak.